Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda juda ham mazali shirinliklardan biri popkornli chakchak tayyorlaymiz. Bu chakchagimiz dasturxonimiz bezagi hamda mehmonlar kelganda juda ham mazali, chiroyli ko'rinishga ega. Bu chakchakni azizlarim keling birgalikda tayyorlaymiz unda. Demak, ishimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb, mana ko'rib turganlaringizdek 5 ta tuxumdan foydalanyapman hamda hozir tuxum solishdan oldin ozroqgina bir chimdim qoshiqning uchida tuz hamda qoshiqning uchida iste'mol sodasi, ya'ni chayni soda solamizda tuxum bilan birgalikda venchikda aralashtiramiz. Ana endi unimiz 450-500 gramm un. Oliy navli undan foydalandim azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek unlarimiz elangan, asta sekinlik bilan solib, o'rta holatdagi xamirni tayyorlashimiz kerak. Ko'p un solib yubormanglar, albatta o'lchab qilinglar. O'shandagina yaxshi o'xshab chiqadi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Demak, bu xamirlarimizni juda ham qo'lga yopishadi. Demak, men bu pechatkani yechib ham qo'lim bilan qildim. Chunki juda ham yopishqoq, tuxumning o'zi un bilan shunda yopishadi. Ozroq un sepib, o'z holatiga, ya'ni xamir holatiga keltirib oldim. Ana endi bu xamirlarimizni ana shunday zuvlachaga olganimizdan keyin mushlab qo'yamiz. Demak, 40-50 daqiqa xamir qilganimizdan keyin dam oldirib, mana shunday mushlab qo'yamiz. Ana endi 40-50 daqiqa dam oldi. Ana endi yoyishga tushdik azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek xamirimizni demak yoyib oldikda, mana shunday pichoqdan kesib oldim. Demak, lenta sifat qilib kesib olaman. Bu sizning xohishingizga. Juda ham mayda qilsangiz ham bo'ladi, irikroq qilsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, men ana shunday qilib kesib oldim. Ana endi mana shunday holatga keltiramiz. Mana unlab ozroq undan foydalanamiz. Mana shunday unlab. Ana endi mana o'sha 4 ta lenta sifatlarini, chakchagimiz lenta sifatini olib, asta sekinlik bilan mana cho'zib chiqamizda. Ana endi mana maydagina, bundan ham mayda qilsanglar bo'ladi. Bu sizning ixtiyoringiz. Ana endi hammasini ana shunday holatda mayda qilib kesib chiqamiz. Mana xamirlarimizni kesib chiqdim. Mana elakchadan foydalanib unlarni tushiryapman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Azizlarim, o'simlik yog'i 1,5 litr. 1,5 litr o'simlik yog'idan foydalandim. Mana ko'rib turganlaringizdek, yog'imiz uncha qizigan bo'lishi, qizib ketgan bo'lishi kerak emas. Popkornchalarimiz kuyib qoladi. Demak, cho'lpida aralashtirib turamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana aralashtirib turibman. Mana uncha qizarib ketmasin, kuyganday bo'lib qoladi. Sal qizaraman degandan olaverasizlar. Mana juda qizarib ketmagan. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana shunday holatda bo'ladi. Mana endi demak, yana bir bora solib sizlarga ko'rsatyapman. Ehtiyot bo'lasizlar azizlarim. O'simlik yog'i, ya'ni yog'i ko'pirib ketadi. Qozondan ham oshib ketishi mumkin. Shuning uchun albatta cho'lpa bilan kavlab turing. Ana endi ularni demak pishirib oldim. Ana endi qiyomiga kelganda azizlarim 300 gramm asal hamda 200 gramm shakar yaxshilab aralashtirib past olovda mana ko'rib turganlaringizdek qaynatyapman. Mana yarimta limonni suvini ham siqib soldim. Ana endi kattaroq idishga pishgan popkornlarimiz, ya'ni chakchaklarimiz ustiga mana qiyomni qo'yib chiqdim. Ana endi yaxshilab demak kapkirda aralashtiryapman azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda aralashtiriladi. Tez harakat qilamiz. Juda ham yopishqoq qotib qolishi mumkin. Ana endi tarelkalarni tayyorlab qo'yganman. Mana ko'rib turganlaringizni aralashtirganimdan keyin albatta yaxshilab aralashtiramiz. Mana tarelkalarga solib chiqaman. Mana ko'rib turganlaringizdek menda shunday 2 ta tarelka bo'ldi. Mana albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali bo'ladi. Mana azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek aralashtirganimdan keyin 2 ta tarelkaga bo'lib oldim. Ana endi yog'dek suvga
perchatka kiydimda mana shunday ustini bosib chiqdim. Menga albatta yog'day suv kerak. Mana shu yog'day suvdan foydalanib mana ustiga mana shunday bosib chiqyapman azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana chakchaklarimiz demak tayyor bo'lib qoldi desak ham bo'ladi. Azizlarim, mana tayyor bo'ldi. 3-4 soat xolodilnikka qo'ydim. Mana ana endi dasturxonimizni bezashdan oldin kesib qo'ymoqchiman. Mana ko'rib turganlaringizdek mana demak qotib qoldi. Mana juda ham qotadi azizlarim. Ehtiyot bo'lasizlar. Men kutmagan edim shunchalik qotib qolishiga. Juda ham ajoyib bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek chakchagimiz tayyor azizlarim. Yoqimli ishtaha deb qolaman hammalaringizga. Albatta tayyorlab ko'ring. Keyingi videoroliklarga uchrashguncha g'oyibona sog' salomat bo'lasizlar. Allohim hammamizni asrasin.